Ma'lumotlar ochiqligi bo'yicha Janubiy Koreya tajribasida bu tizim uchun alohida tashkilotlar faoliyat olib borar ekan. Ya'ni mamlakatimizdagi statistika agentligining bir nechtasiga o'xshash. Ular ma'lumotlarni yig'ib, aniq prognozlarni ham qo'yib borishadi. Bundan tashqari, hukumat rahbarlarini ma'lumotlarini beradigan manbalar ham bor. Ular ham aynan tashkilotlarda emas, alohida bir jamiyat bor, institut bor. O'sha institut davlat tashkilotlarini, umuman olganda yirik shaxslarni aktivlarini, umuman boyliklarini ko'rsatib beradi. Aholiga berilayotgan ma'lumotlarni rost yoki yolg'on ekanligini o'rganadigan institutlar bor. Bular aynan universitetlar hisoblanadi. Masalan, bizda dars o'tadigan universitetlar Koreyada aynan raqamlarni, davlat tashkilotlarini to'g'ri yoki noto'g'ri yo'ldan borayotganini o'rganadigan aynan universitetlar qoshida markazlar bor. Mutaxassisimizning ta'kidlashicha, Janubiy Koreyada ochiq ma'lumotlar berib boriladigan platformalardan aholining foydalanish madaniyati ham yuqori. Shu bilan birga platformalardan foydalanish ham qiyin emas. Bu esa mamlakatda korrupsiyani kamaytirishning yana bir tendensiyasidir. Shubhasiz, Koreyada aynan raqamlarning ochiq ekanligi, davlatdagi har xil tashkilot rahbarlarining, vazirliklar rahbarlarining aynan aktivlari, oyligi, umuman oddiy narsa ma'lumotlar berilishi, bundan tashqari yirik bir hokimliklar bo'ladi. Masalan, aytaylik, bizda Toshkent hokimiyati, turli xil hokimiyatlikdagi rahbarlarni ham xarajatlari aynan platformalarda, ma'lumotlarda berib boriladi. Bu degani shubhasiz korrupsiyaga yo'l qo'ymaydi.